bo'yicha qaror qabul qilishimiz lozim. Qaror loyihasiga takliflar, qarorlarga qo'shimcha o'zgarishlar bor. Qo'shimcha o'zgarishlar bo'lmasa qarorlarga qo'shimchalar lozim. Ro'zlar, ashlar, metrlar yo'q. Demak, qarorlarga qo'shimcha qarorlar tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibida ikkinchi masala. O'zbekiston 2030-yil strategiyasining ta'lim tizimi islohotlar haqidagi maqsadlari ijrosini ta'minlash bo'yicha tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi mudiri Emurzayev Iqbol Murodovich. Rahmat. Assalomu alaykum. Salim Qodirov, Zamonaviy O'zbekiston Respublikasi O'zbekiston 2030 strategiyasining ta'lim tizimi islohotlari haqidagi maqsadlar ijrosini ta'minlash bo'yicha Namangan tumani maktabgacha maktab ta'lim bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar bo'yicha axborot bersin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil sentyabrda O'zbekiston strategiyasi to'g'risidagi 478 son farmoni bilan xalqimizning erkin va farovon yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha xohish irodasini ro'yobga chiqarish, har bir fuqaroga o'z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog'lom, bilimli va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo'g'iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta'minlash maqsadlari belgilab berilgan. Strategiyaning birinchi 5 maqsadlarida ta'lim tizimi islohotlari bo'yicha mas'ullarga aniq vazifalar yuklangan. Birinchi maqsad maktabgacha ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish hamda bolalarning to'liq qamrovini ta'minlash bo'yicha tumanimiz bo'yicha tumanda bo'limi tasarrufidagi bugungi kundagi jami 198 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ulardan 36 nafari davlat, 2 nafari nodavlat xususiy, 7 ta davlat xususiy sheriklik asosida nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, 153 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat olib bormoqda. Tumandagi 3-7 yoshli bolalar soni 17.983 nafarni tashkil etilgan bo'lsa, ularning 14.520 nafari yoki 80.7% maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan qamrab olingan. Bu ko'rsatkich joriy yil boshiga nisbatan 3.2% ga ortgan.